Kitap anlaş tüpadaki dostlar. Ulug'bek Hazinesi 1. kısım 15. mavzunu okuyumuz. Ali Quşçu ertesi naşta vaxtida qaytdı. O eshikini sokuldurib oldida kelyapti. To'rt tuguni yetilib olgan Miram Chalabi bo'lsa, xili orqada qolgan edi. Qalandar ularni köhək tığının etikide burnakun keçe uzutup bağan cira buyda kütüp aldı. Keçe Mirza Ulug'bek bilen uçraşqanlıqı, ustazның qılğan gepleri, közüge yaş elip, quchaqlaşıp vidalaşqanlıqı onu hayacanlandırıp titrek basqan edi. Bolupmu Hazreti Alilerinin musafirlik toğrusu sözlügelleri. Musafir yurtiga ketivatman. Öz vatanimga qaytib kelish nisb bo'lamdi yo'q, buni bilmayman. Shu sababdan kitoblarning nega uyushtirilganligini bilishim kerak, darvish. Deganlari uning ko'nglini bakmu yerim qildi. O shu chaqdala, ya'ni Mirza Ulug'bek bilan quchoqlashib, vidolashayotgandala, ustozning bu oxirgi tiliki, oxirgi vasiyatini amalga oshirishga qasam ichgan edi. O bog'i maydondan rasadxonaga o'tib, bandatqacha aylanib yurdi-da, gumonliq biror odamning yo'qligini bayqagandan keyin xurjunini murisiga artib sayga tushdi. Ali Quşçular ketken kechisi hech kim uchirmagan jirada bugun bir qari, bir yaş 2 yilqichi yilqilarni o'tlatib, gulxon yiqib o'ltirishatdi. Mürisiga xurjun artib olgan darvishni ko'rgan yilqichilarning himmati tutib, uni qimiz va muzitilgan go'sht bilan mehmon qildi. Biroq qalandarga na go'sht ne qimiz tetidi deysiz. Tang etib kun chiqqach, o bir joyda o'ltiramay qoldi. Goh köhək tığıga chiqib, yiroq-yiroqlarga, nepiz tuman basqan Ürgüt tağlarga nazar salsa, goh yilqichilar qishig'i qaytib tushadi. Lekin u yerdami uzun o'ltirolmay, yana döngü chiqib ketadi. Ahir tağlarını qaplagan köküş tuman sel tarqagandan keyin yiroqdagi qir bag'rida qator tizilgan tögüler göründü. Qalandar yilqichi buvayning etini yavdaq minib tögülerge qarab chapdi. Eski kolayını çökürüp kiyip, etini aymay qamchilab kelayotgan qalandarni ko'rgan Ali Quşçu eshigini to'xtatib, say bo'yiga chiqib turdi. Ha Qalandar, nima bo'ldi? Tinchlikmi? İnşallah, tinchlik ustoz. Atdan sakrab tushgan Qalandar aldirab tinib, kechki uchrashishni so'zlab berdi. Ali Quşçu taqatsizlanib, qaysi yo'l bilan ketganini bilamsan? Deb so'radi. Kesh yo'li bilan. Etingni manga be, dedi Ali Quşçu buyruq ahangda. Ustoz, Hazreti Alileri sizni düşman ko'zidan yiroq tursin degan edi. Men o'zim berib kelay. Etingni be, bo'lmasa piyoda boraman. Qalandar akşam Emir Jandar boshliq bir guruh sipahning uni izlab kelganligini demoqchi bo'ldi-yu, uning ko'nglini g'ash qilg'isi kelmadi. Ustoz, Ali Quşçu g'amgin holda beshini chayqab, ustoz deb takrorladi. Meningmi o'z ustozimni ko'rgim keladi ukam. Kim biladi? Bugun ko'rishib olmasam, yana yuz ko'rish nisb bo'lamdi, bo'lmamdi. Etingni berdeymen Qalandar. To'xtang, ustoz,
Bo'lmasa, men bilib baray. Sizni yolg'iz mang'uz olmayman. Shah olilari sizning omonligingizni kaminiga topshirgan, ustoz. Qalandar Miram Chalabi yetilib kelayotgan tugilarni go'riga berib, yilqichilardan yana bir ot oldi. O cendi bilen kulayını yiyişip etip, yaş yılqıçının çekminini ve öğrümü telpikini giydi. Ular iki at bilen say yakalap döngü çıkkanda, koyaş derek boyu götürülgen idi. Tönügünkü burandın kin, tabiat gazipedin yenip, sipahileşken ve mulayimlaşkandek bulup kalgan idi. Aptapmı, küz aptıpıga okşamasdın. Yaz aptıpidek illik idi. Tınık asmanda sopi torgayla tinimsiz biçildişattı. Sap havada yipektin meyin, appak tozgakla ünsüz leylep yüretti. Ali Kuşçu bilen Kalender Samarqand sepilinin yeninden ötüdüğen çoğun yol bilen mağmay, Qır ve Edirlağa at çaptırıp gidişti. Qırlarda qotan koyla çümüylidek ömelep yüretti. Egiz Edirla'da yan başlap yatkan padici çopalla uçuraydı. Gazanla tökülüp, kızguş tüs ağam bağlarda, kız çokallarının lepildigen güldar romanları közge çelik attı. Balalarının varan çurunları anlıp durattı. Ola pəski düşkende gün görülük tamla bilen oralgan kattı şehir bağla keyinde qılıp döngü çıkkanda xuddi alıqançılık görünetti. Qatar öyle, hoylu aramla, yiraqdın pətnusçilik görüngen meydanla üstüde ulug'var mescid ve məxbərlərinin asmanğı boy tatqan kök ve tilla renk gümbezleri aptapta val-vul çaqnap şehirge özgüçü bir güzellik ve həşəmət bəxşit etdi. Toyungan qozaladek müydigen bu qırlarını, aptapta erkilavatqan bu tiniş bağlarını köygen Adem, bu elde buran ve cudun buluvatqanlıqını təsəvvür qılanmaz idi. Belki memlekette tiniç hayat keçirilvatıdı dep düşünüp qalattı. Əfsus, bu zaten nemi üçün? Nemi üçün bu kainat, bu tabiat, bu Qır ve Edirla bundaq sap, pak, bigubar? Nemi üçün ademler bundaq napak, samimiyetsiz yaşaydı? Şan, şöhret, seltenet, tac təxit üçün bu yalğan dünyada bir-biriga şunchavala düşmanlık qiladi, bir-birini ko'rolmaydi. Ali Kuşçu qattiq xursandligini Qalandarga çandırdı. Qalandar elib kelgan xabardan onu huduqib qolgan edi. Ustoz onu Ko'ksaroyga chaqirib, ko'nglidagi dard alamlarni to'kib bergandan buyon o ustozining taqdiri yomon bo'lganligini, onun beshiga nurg'un savdolar tushadiganligini tasavvur qilgan bo'lsa-mu, lekin bunchalik bo'lishini, zici ko'rganini yaratgan bu olimlar sardorining o'z yurtidan, o'zi barpo qilgan dargohidan surgun qilinib, go'yo yalangto'sh bir gadoydek ana yurtidan qo'g'lib etilishini xiyoliga keltirmagan edi. Ulug' Shahriyar hisoblangan ustozning taqdiri bunchalik ichinishliq bo'lsa, boshqa ma'rifat ahlining taqdiri nima bo'lu? Uning o'z taqdiri-chi. Ali Kuşçu yana ashu yomon xiyolning yupurilib kelayotganligini bayqab, o'zidan yerginib ketdi. Mehribon ustoz, o'z beshida shuncha savdolar turib, yana Ali Kuşçu'nu o'ylabdi. Qaçsın, Şahzadening odamlarga ko'rinmasin debdi. Nima uchun bundaq dedingiz, ustoz? Ali Kuşçu düşmanlarning qo'liga tushib qolishdan qo'rqib, sizni oxirgi qatim ko'rib olish,
ahirgi vəsiyetingizni anglab olish sharafidan mahrum qolamdi? Yo'q. Ali Qushchi o'ndoq nonko'rlardan emas. Beshiga o'lim kelsimi, sizning yaxshiligingizni esidan chiqarmaydi, ustoz. Ular bog' va etizliklardan o'tib, qir va edirlardan eshib, kesh yo'liga chiqib oldi. Lekin karvon yo'li bilan mangmay, yanala qir yaqalab, buğday ingizlarini aralab minishdi. Chunki cho'ng yo'lda goh keshga, goh keshdan Samarqandga qarab at chepib o'tayotgan suvarilar ko'zga chalqib qoladi. Shundoq paytlarda Ali Qushchi bilan Qalandar qirni dalda qilib, cho'ng yo'ldan yiroqlab ketadi. Mana Dimishq qishliqimi keynida qoldi. Ana quyoshmi g'arbga surilib, havo salqinlashga boshladi. Uduldagi tog'lardan salqin shamol soqib, osmonni qora bulut qoplashga boshladi. Ko'zlari aloq jaloq bo'lib, atrofga safsalib ketayotgan Qalandar Dimishq bog'lari orasidan chiqib kelgan 4 nafar suvarini ko'rib qoldi. Cho'ng yo'lda atlarini astra qatırtib ketayotgan suvarilarmi nima uchundir to'xtab qolishdi. "Chiriklar, ustoz", dedi Qalandar. "Cheping." O etining beshini do'ngdan pastga burdi. Lekin cho'ng yo'lga tikilib turgan Ali Qushchi o'rnidan qimir qilmadi. 4 suvaridan ikkisi yo'lda qilib, ikkisi ularga qarab at selib kelyotdi. "Ustoz", Ali Qushchi shundoq deb chaqirdi-da, etini qamchiladi. Lekin o'smirang sallisining pattisini havoda lapildatib, uningga qarab etini qatirtib kelyotgan Mirza Ulug'bek hazratlari "To'xta" degan ma'noda qo'l isharati qildi. Ali Qushchi tiziga keldigan shivoq ustiga sakrab tushib, yetib kelgan ustozining oldiga bordi-da, etining chulvurini elib, uzangisini tutdi. Mirza Ulug'bekning kirpiklarida yosh tomchilari paydo bo'ldi. "Mevlana Ali, o'g'lim, Haq Taologa shukrkim, seni ko'rdim." Uning dallari titrab, quchqini ochdi. Ali Qushchining yuragi jig'ildab, yuzini ustozining yuziga yoqdi. Ko'k saroydagi uchrashishdan keyingi bir hafta ichida ustoz o'zini bakla oldirib qo'ygan edi. Uning keng peshonasi va yuzlaridagi qo'riqlar ko'payib, qovuzlari ichiga tortilib, ilmak burni qirlinib qolgan edi. Faqat ko'zlari, cho'nqur mung bilan yongan ko'zlarida ham dard alam, ham kishini o'ziga tortadigan mehribonlik ifodalanib turadi. Ali Qushchi uni doim shohona kiyim-kechaklarda ko'rib turganlik uchun bo'lsa kerak, bugun ustozining usti-beshi uningga yelin ko'rindi. Uchisiga qora juva, putiga qora xurum o'tik kiyib olgan, beshiga oddiy o'smirang salla urib olgan ustoz yiroq safarga otlangan bir kambag'al yo'lovchiga o'xshab qolgan edi. Ustoz bilan shogird ko'rishib bo'lgandan keyin nariroqda tartinib uni turgan Qalandar bilan Muhammad Xisravmo yaqinroq kelib salom berishdi. Mirza Ulug'bek xijil bo'lganda qilib sallisining pattisi bilan ko'z yoshini surtib, mayuslangan holda kulimsirdi. O kulimsirganda ko'zlarining cho'risidagi qo'riqlari texmi ko'payib, qalbidagi dard alam sulg'un chiroyida qayta aks etdi. Ali Qushchi uning g'amkin chiroyidan ko'zini qochirib, nima deyishni bilolmay, "Savobi azim ishqa niyat bog'labsiz ustoz", dedi. "Haq Taolo murodingizga yetkazgay." Mirza Ulug'bek yana mayuslangan holda kulimsirab qo'ydi-da, Ali Qushchini qo'ltiqlab pastga boshladi. "Qandoq bo'ldi? Ishni bajarib keltirdingmi?"
Beca keltirdim ustaz. En nadir kitaplarını, en kıymetli qo'lyozmalarni tanlab bir joyga yushirdim. Yushirgandimi shundoq bir joyga yushirdim bu cahil unsurlar 1000 yil turibmi topolmaydi. Qayerga? Esingizda bormi ustoz? Buningdan 15 yil muqaddam yilqi yili kuzda arqar o'lg'ili chiqib, tog'da kelkunda qolmadikmi? Mirza Ulug'bekning peshonasidagi qo'riqlari yeshilib, chiroyi nurlanib ketdi. Ajdahog'ar, dedi u shivirlab. Xotiringizga tasanno, ustoz. Barakalloh Ali. Bu oy qandoq keldi kallanga? Bir tavarruk zot sabab bo'ldi ustoz. Xazinani ajdahog'arga yushirguningni mendan boshqa kim biladi? Şagirdiniz Mirem Çelebi. Emdi bilse inim kalender bildi. Mevlana Muhiddin yardım vermedi mi? Ya Ali Kuşçu bir chetga qarab asta baş chayqadi. O Mevlana Muhiddinning uyida bo'lgan suhbatni ustoziga aytqisi keldi-yu, uni yomonlashga tili bormadi. Omi bir ojiz banda. Yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin. Bir madrasada 20 yil birga ta'lim oldi va mudarrislik qildi. Mirza Ulug'bek deb qo'ydi. O burutining uchini tili bilan yalab, ko'zlarini yumib birdan xiyol surdi. Keyin esini yig'ib, "O'g'lim Ali", dedi. "Ko'ryapsan, Paqir öz xalqim, suyimlik yurtum, Navara unnahirdan sürgün qilinib, musafirlikqa mahkum qilinmoqdimi. Va lekin Allohning himoyatiga ishinaman. Umidsizlanganim yo'q. Tirikli bo'lsa, ana yurtimga, bu el, bu ziminga qaytib kelurman." Mirza Ulug'bek g'am andishiga to'lgan ko'zlari bilan atrofga, keynida qolgan Dimishq bog'lariga, bulut qaplagan yiroqdagi Urgut tog'lariga nazar soldi. Go'yo eng aziz jon jigarlari bilan vidolashayotgandek uzoqcha tikilib turdi. Yo'q. Agar qaytmoq nisb bo'lmasa, agar peshonamga to abad sargardonlik putilgan bo'lsa, muradim İstanbul yoki Qohira madrasalaridan birining tuproqini yalab o'tmakdir. Qolgan 5 kunlik umrimni ilm elishga baxshandi qilmoqdir. Nisb bo'lsa, boshlab qo'ygan risolalarimni yezib tamomlayman. Mirza Ulug'bekning chiroyidagi g'amkinlik tarqab, solg'un yuziga qon yugurdi va ko'zlari ilhom bilan parlab ketdi. Va lekin bu maqsadimga yetib xotirjam ishlamak nisb bo'lsa, bu xazinadagi nurg'un kitoblarga muhtoj bo'laman. Shu chog'da o'zim kelolmasam, ishonchlik odam tepib o'vatiman. Anladingmi Ali? Anladım ustoz, lekin oltindan gap ochma, dedi Mirza Ulug'bek qo'shimisini turib. O'zing amon qolsang, bas. Shuning o'zi zurur boylik Ali. O javohirlarni sana in'om qilib etganman. Ish qilib, ehtiyot qil. Al-hol Samarqanddan boshqa bir joyga berib, yushirinib turganing tuzuk. Ali Qushchi asta bosh chayqadi. Paqir rasadxonini, kutubxonani tashlab qandoqmi ketaman ustoz? Nega mi borurman? Ömrüm shu ilm dargohida rasadxonada o'tdi. Siz kessiniz, bu yerda hech bo'lmasa men bo'lishim kerak. Maydonga tushgan botir tirnoq tatilab o'ltirmaydi. Beshimga kaginni ko'raman ustoz. Mirza Ulug'bekning ko'zlari yana yoshga to'ldi. Xudoga shukrki, insofliq farzand ato qilmasimi, sendek o'g'il ato qildi.
İlahim, ömrün uzun bolsun. Mavara ünnehir bəxtigə, ilim mərifət və əhli irfan bəxtigə, ömrün baqi bolğay oğlum. Mirza Ulug'bek göz yaşlarını sürtüp quchqini açtı. Ustoz bilan shogird go'yo abadil abad ko'risholmaydiganligini sezgandek unsiz yig'lashib uzoq vidolashdi.